Bugun bizning do'konimizga Infinix'dan kelib 5-6 xil modellarni, tovarlarni, ya'ni bizga berib ketishdi. Mana o'zining nakladnoyi, ya'ni spiskasi, narxi hammasi mana shu yerda. Hozir sizlar bilan birgalikda har bittasini narxini, o'zini, holatini ko'rib chiqamiz. Agar qiziq bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Ko'rishingiz mumkin. Infinix'dan GT 30 Pro, 30, 60 Pro, 60 Plus, 60i, 50 Pro, Smart 10 hammasidan berib ketishdi. Bizda hech qanday sekret, yashin narsa yo'q. Mana telefonlarimiz, imeykalari, narx-navolargacha barchasini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Например, mana shu Smart 10 degan telefonimizda nakladnoydagi narxiga qaraydigan bo'lsak, 87, 97, 109 dollar. Agar siz ham mana shu telefonni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bizga bularni 15 dollar foydasini bersangiz bo'ladi. Например, mana shu 109 dollarlik telefonimizni 124 dollarga berib yuboramiz. 15 dollar foyda qo'yilganligi hisobida shunaqa. Smart 10 Plus deb nomlangan model bo'ladi. Ya'ni mana shu model haqida gap ketyapti. Kelgan narxi ko'rishingiz mumkin. Mana shu 109 dollar, sizlarga beriladigan narxi esa 124 dollarga berib yuboriladi. Smart 10 telefonlarimizni 64 talik 87 dollar, 128 talik esa 97 dollar. Bularning ustiga 15 dollardan foyda qo'yadigan bo'lsak, 102 dollar va 112 dollardan chiqar ekan. Bizda hammasi ko'rishingiz mumkin, ochiq, shaffof, barchasini ko'zinglar bilan ko'rib, narxini bilib olishingiz mumkin. Xohlagan mana shu yerda telefon barchasini 15 dollar foydasi evaziga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Например, Infinix'dan Note 50 Pro bonusiga mana bunaqa case chiqadi ichidan, ya'ni bitta chexol bilan mana bunaqa ventilyatorcha. Bu nimaga ishlaydi bilmadim. Xullas, mana shu sovg'asi bilan birgalikda Note 50 Pro ni hozir sizlarga narxini ko'rsataman. Hop, mana 251 dollarga chiqqan ekan. Uning ustiga 15 dollar foyda qo'yadigan bo'lsak, 266 dollarga mana shu telefonimizni bonusi bilan birgalikda berib yuboramiz. Hop, Infinix'da GT 30 Pro. Bu telefonimizni o'zini ko'rishingiz mumkin va sovg'asini ham ko'rsangiz bo'ladi. Naushnik va kuller chiqadi. Infinix 30 Pro'imizning narxi 351 dollarga kelgan ekan. Ustiga qo'yilganda 15 dollar, 360 dollarga berib yuborilar ekan. Hop, boshqalarini ham mana o'z spiskani xohlasangiz videoni pauza qilib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Qaysi model sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda bizga aloqaga chiqib qo'yinglar. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon, sizlarning do'konimizda kutib qolamiz.